Salom hammaga. Qalaysizlar, tuzimsizlar? Hozir biz iftorlikka ketyapmiz. Hozir makiyaj qilyotgandim. Sizlarga ham foydali maslahat o'rnida aytib ketmoqchiman. O'zi buni to'yimdan oldin makiyaj kursida o'qiganman-da, o'shanda salonda borib o'rganganman bitta makiyaj qiladigan qizdan. O'shanda anaqa ko'p narsalar yozib olganman. Masalan, bu highlighterdan mana shu yaxshi, artista yaxshi, ten olmoqchi bo'lsanglar, eng zo'r ten. Anaqalar ham ishlatadi buni o'sha salondagilar. Keyin pudra, men buni olganman, originali. Pomada. Ko'pchilik pomadamni so'raydi, pomada surib chiqqanimda, umuman dajichi mitselarkada zo'rg'a uchadi. Mana buning ichida mitselarka bor-da. Вообще ochish qiyin, juda ham stoyki pomada. Mana Maybelline'nikini olasizlar. Maybelline deb yozilgan.